Assalomu alaykum. Bozorqo'rg'on shahri Roziyadan 2-6 sotikdan bo'lgan yer uchastigi sotuvga chiqdi. Bahasi 3 million 300 ming so'mdan. Kelishim yo'llari bor. Barliq so'rovlar bo'yicha tomondagi telefon nomerlariga chalib, so'rab bilib olsangiz bo'ladi. Accounting qizil kitobi dokumentlari o'z o'rnida. Daragin dag'i bir joy tushuntirib o'tib ketam. Bozorqo'rg'on Kurgavoy. Kurgavoydan Ildi tuz ile tushib kelayotganda o'ng jaqdagi Tson Xizr alayhissalom masjididan dag'i ildi tushib, shul yo'l bilan kelib so'lga buriladi. Ko'rib turgan yo'linglar mana shul joqqa buriladi. Ikkinchi pavorot o'ngga buriladi. So'l jaqdagi birinchi uchastigi. O'sha birinchi uchastigimiz. Biznes proyekt bo'yicha chiqqan uchastik, al yerga magazin qursadagi bo'ladi. Bar joqqa loyiqli yer. Birinchi burilish, ikkinchi burilish o'ng joqqa. O'sha meni orqamdan turgan shul uchastik. Uzuni 60 metr, eni 18 metr. O etagine barganda o'sha jeri 2 metr bo'lib qoladi. Uchastkamiz 6 sotik. Yo'lning bo'yindan no yerda hozircha targoviy точка yo'q. Ulgib qolsanglar bo'ladi. Ikki ko'chani burilishida turadi. Shul yerga bir magazin, ikkinchi etajin uy qilib, son qilib, bo'lsa bo'la turgan yer.